Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga navbatdagi ko'chmas mulklardan ijaraga, ya'ni arenda beriladigan kvartirani e'tiborlaringizga havola etaman. Azizlar, biz shahar markazida turibmiz. To'g'ri chiqadigan bo'lsak, bu yoqimiz. Bu yon tarafimiz sentr bo'ladi. Uz Telekom, Uz Online, Salon Krasoti. Kiriz yapım bo'yinda joylashgan shu 4 etajli domni birinchi qavati. Avval salon bo'lib ishlagan. Bizda arenda beriladi. So'ng birgalikda ko'rib chiqamiz bizlar. Yo'l bo'yinda sharoitlari bor. Aldilari bruschatka qilingan. Remontlari tayyor. Угловой. Yine reklamlasan var ekan, nomerleri yazgan. Nomerlerini alohida yazıp qoldiramiz. Video rolik pasında nomerlar yazıp qoldiriladi. Qo'ng'iroq qilib, alohida chiqib, bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. Mana shu ikki xonasi ham remontdan chiqqan. Paslariga laminat qo'latilgan. Ofisni shahar sentrida tamanda izlar uchun juda ham qulay sharoitlarga ega ofis. Yon taraflarni qapiratilgan. Sanuzillari chotki holatda turibdi, hamma narsasi ishlaydi. Santexniklari chotki ishlab turibdi. Undan tashqari menda kuxnyasi ham bor. Obed qiladigan bo'lsangiz bemalol mana shu ovqatlarni, obedlarni pishirib oturib obedlansangizlar bo'ladi ekan. Yo'lni bo'yida ulovoy 100% remontdan chiqqan, ko'rib turalaringizning. Mana shkafchasi ham bor. Hurmatli obunachilar, shunday ofis kelib yurib, savdolashib ijaraga olishlaringiz mumkin. Shahrimizni zo'r tochkasida joylashgan. Na tarafı navodu şimdi. Biz video roliklarimize endi like'larni bosamiz. Albatta kommentarlarda chiroyli kommentarlar yozib qoldiramiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling.